Arkadaşlar. Mujikka bitta video qo'yib ketaman. Bu mujiklar uchun men bilan qolgan, o'sha Tailandga vaqtim men bilan qolgan poddishchiklarimga bu. Bitta video qilsam O'zbekiston bayrog'ini qo'yib, menga motivatsiya qo'yib berib yuborishadi-da. Men aktivimni ko'rib o'zi biladi, yana ham hujurlanardim-da. Men oldindan aytganman, bizga texnika emasdir. Texnika kerak emasdir. Bizga yoki, men ko'chaga qanday urushsam shunday urush qilaman deganman. Asha. Shapaloq urib berayman boki inshaalloh. Shuni bilinglar, sizlar bitta o'zar hal qilib qo'yadi gilamning Alloh. Keldi. O'zbekistonni poddishkasida dunyoga poddishka yo'q, ishonaveringlar, men degan. Keldi O'zbekistonga bitta hayb qildi, gap yo'q, yutdi. Poddishkan O'zbekistonni ham poddishkasidan olib chiqib ketdi. Menga ishonchi o'lganlar. Men hali o'lganim yo'q. Alhamdulillah, tuppasiz bo'lib chiqdim. Sizlar sportsmen gilamni birinchi poddishka bossammiz deb. Joni borlar, boki joni borlar. Testosterol baland boki o'zimiz o'zbeklar. Poddishkani qilinglar, inshaalloh men sizlarga ko'rsataman. Gap yo'q. Men ishoninglar, shapaloq urib o'tarib deyman, xudo xolasa. U texnika qilib yuraveradi u, karatsiyaga o'xshab. Mana sizlar poddishkani bosinglar, bo'ldi.